Ulug' Nasriddin Apandi. Burnisida nayt aqlliq bir kishi o'tgan bo'lib, uning ismi Nasriddin Apandi ekan. Nasriddin Apandi eshigiga minib, ko'chama-ko'cha, yurt-yurt aylanib yuriydi ekan. U aq ko'ngil, siyrak odam bo'lib, namrat puhralar uchun yaxshi ish qilib beradi ekan. Hammaylar uni bak yaxshi ko'radi ekan. Puhralarning Nasriddin Apandini bak yaxshi ko'rganligini anglagan podshohning ko'ngli bearam bo'pti-da, uni chaqirtib kelib, toza bir boplamoqchi bo'pti. Podshoh: Nasriddin Apandi, seni bak aqlliq deb anglayman. Ondaqda men bugun sendan bir savol so'rab baqay. Agar savolimga javob bera olmasang, kallangni olaman, debdi. Nasriddin Apandi qilch tamtirmasdan: "Bo'ladi, qani savollarni so'rsizlar", debdi. Podshoh so'rabdi: "Osmonda qanchalik yulduz bor?" Apandim podshohning inigini ko'rsatib turib: "Osmondagi yulduzlarning soni sizning soqollarining soni bilan o'xshash", deb javob beribdi. "Undaqda tepib boq, mening soqolimning soni zodi qanchalik?" debdi podshoh soqolini silab turib. Nasriddin Apandi sal-pal o'ylanib olib, eshigining quyrug'ini tutib turib: "Sizning soqollarining soni mening eshigimning quyrug'idagi tukning soni bilan o'xshash. Ishonmasizlar, qani sanab ko'rsizlar", debdi. Buni anglagan podshohning soqollari titrab ketibdi va g'azablangan holda: "Sening yuraging qattiq bor ekan. Eshigingning quyrug'i bilan mening soqolimni silishtirgudek bo'ldingmi texi?" debdi. Podshoh lashkarlarga Apandimni yalab chiqib, kallasini elishni buyuribdi. Lashkarlar etilib berib, Apandimni tutib olibdi. Lekin Apandi qo'rqish uyoqda tursin, balki qoqoqlab kulib ketibdi. Buningdan ajablangan podshoh: "Sen o'lim girdovida turib, nemishqa kulasan?" deb so'rabdi Apandimdan. Apandi yana kulib turib: "Ha, men bugun o'ldiganligimni hali buruli bilatdim. Men o'zimning qachon o'ldiganligini bilib qolmay, yana janoblarning qachon o'ldiganligini bilaman texi", debdi. Aslida o'limdan bek qo'rqadigan podshoh bu so'zni anglab qo'rqqandan darhol: "Zodi bu so'zing rostmi?" deb so'rabdi. Apandi: "Albatta rost", deb javob beribdi. Podshoh: "Qani tezligina men qaysi kuni o'laman?" deb so'rabdi. Apandi: "Sizlar mendan faqat bir kun keyin o'linglar. Men bugun o'lsam, ati sizlar o'linglar", debdi. Podshohni titrak bosib ketibdi-da: "Apandi, sen hargiz o'lmagin", deb varqirab ketibdi. Podshohning kuchlanib ketganligini ko'rgan Apandi hayyorlik bilan: "Undaqda meni tinch turmush kechirgil qo'ysizlar", debdi. Podshoh lashkarlarga qarab: "Uni tezdan qo'yvatinglar. U hargiz o'lmasin. Agar u 10 ming yil yashay olsa, u chaqda men 10 ming yil bir kun yashay olayman." Podshoh Apandimga nayt ko'p oltin yombu beribdi. Apandimni yana o'zining bir yurish tartisiga o'rlashtirib, baxtli turmushga erishtiribdi. Podshoh ordusidan mag'rur qadam tashlab chiqib ketayotgan Apandimni ko'rgan podshoh uning keynidan qarab: "Xudoyimga omonat, siz menga omon bo'ling", debdi. Nasriddin Apandi podshoh bergan oltin yombilarni kambag'allarga ulashtirib beribdi. Nasriddin Apandim eshigiga minib yo'liga ravon bo'pti.